Hafta o'rtasida hududlarda yomg'ir va qor yog'adi. Seshanba, payshanba kunlari O'zbekistonning ayrim hududlarida yomg'ir yog'adi va qorga aylanadi. Harorat kechalari -2, -5, shimolda -8, -13, kunduz kunlari -3, +2 darajada pasayadi. Ba'zi joylarda tuman tushishi kutilmoqda. 27-28 yanvar kunlari Rossiya hududlarida nam va nisbatan sovuq havo massalari kirib keladi, deya xabar bermoqda O'zgidromet. Dushanba kuni O'zbekiston bo'yicha yog'ingarchilik ob-havo bo'lishi mumkin. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi va Navoiy viloyatining shimoliy hududlarida ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin. Havo harorati kunduzi +5, +10 daraja atrofida bo'ladi. Seshanba, chorshanba kunlari ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir yog'adi, qorga aylanadi. 29-30 yanvar kunlari esa havo massalari sharqqa tomon siljayib, respublikaning markaziy va sharqiy hududlari bo'yicha ba'zi joylarda biroz qor yog'ishi kutilmoqda.